Assalamu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishinglarni qarshi olamiz. Sharq Turkiston surgun hukumatı Amerikani Uyg'urlar uchun harakat qilishga chaqirdi. Antony Blinken Yang Jiechiga Amerikaning Uyg'urlarning kishilik huquqini himoya qilishni davomlashtirganligini bildirdi. Angliyadagi mustaqil xalq sudi bu yil 5-oydan boshlab Uyg'ur shohidlarining guvohliklarini anglashga boshlaydi. Qatar G'azzaning janubidagi Rafah shahriga doktorxona silib berish xizmatini boshladi. Shafqat hamshirasi Rizvan Gul. Tövəndə dehqonlar xabarlarimizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin. Sharq Turkiston surgun hukumatı va Milliy Uyg'urish harakatining yetaklishida 5-fevral G'ulji vaqasining xotir kunida Uyg'ur, Qozoq va boshqa turkiy millatlar Amerika Tashqi ishlar ministrligi oldiga yig'ilib, Amerikani Uyg'urlar qaratilgan qirg'inchilikni oyoqlashtirish uchun harakat qilishga chaqirdi. Sharq Turkiston surgun hukumatı bosh ministri Salih Xudoyor xalqimiz uchun adolat izlab Xitoyning necha 10 yillik mustamlikasi va ishg'oliyatini oxirlashtirish uchun tinish yo'sinda o'tirg'i chiqqan botur qiz-yigitlarimizni aslaydiganligini, ularga ehtirom bildirdiganligini, G'ulji inqilobi Xitoy qonxo'rlari tomonidan rahimsizlarcha bostirilgan bo'lsa-mu, ammo u millatimizni uyg'otish va xalqimizning erkinlik, mustaqillik uchun tirish irodasini dunyoga namoyon qilishda hal qilg'uch rol o'ynaganligini ta'kidlab, Prezident Joe Biden rahbarligidagi Amerika hukumatı va Antony Blinken rahbarligidagi Amerika Tashqi ishlar ministrligining Xitoyning 21-asrdagi cho'ng qirg'inchiligiga o'xshash Sharq Turkistondagi qirg'inchilikka xotim berish uchun tezdan harakat qilishga chaqirgan. Xitoy doiralari 1997-yil 5-fevral G'ulji yoshlari tinish yo'sinda bo'lgan norozilik namoyishini qalliq bostirgan va nurg'unlagan begunoh kishilarni tutqun qilgan edi. Namoyishda zodi qanchalik odamning shahid qilinganligi hozircha bir sir bo'lib kelmoqda. 6-fevral Amerika Tashqi ishlar ministri Antony Blinken Xitoy Kompartiyasi Markaziy komiteti Tashqi ishlar xizmati rahbarlik guruhi ishxonasining mudiri Yang Jiechi bilan bo'lgan tunji qatimliq telefon suhbatida Amerikaning Uyg'ur masalasidagi maydonini ochiq o'tirib qo'ygan va Uyg'urlarning kishilik huquqini himoya qilishni izchil davomlashtirganligini bildirgan. Amerika Tashqi ishlar ministrligining bu vaqtdagi bayonotida Tashqi ishlar ministri Blinken Amerikaning Sharq Turkiston, Tibet va Hong Kongdagi kishilik huquq va demokratik qimmat qarashlarini himoya qilishni izchil davomlashtirganligini, Amerika ittifoqdoshlari bilan hamkorlashib o'rtaq qimmat va manfaatni qo'g'dashga, Tayvan bo'g'zining ikki tarafini o'z ichiga olgan Hind Tinch okean rayoning muqimligiga tahdid bo'lgan, qoidalarni asos qilgan xalqaro sistemaga buzg'unchilik harakatida bo'lgan Xitoy Kompartiyasining mas'uliyatini ustiga olishini ta'kidlagan. Antony Blinken vazifaga tayinlanib tunji o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida Xitoyning Uyg'urlar ustidan irqiy qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyat olib berayotganligini qayta ta'kidlagan va o'zining Uyg'urlarga qarshi irqiy qirg'inchilik olib berilayotgan degan hukmdan o'zgarmaydiganligini bildirgan. Angliyadagi London mustaqillik xalq sudi bu yil 5-oyda Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik elib borgan yoki elib bormaganligini ko'rib chiqishga boshlaydiganligini bildirgan. Birlashma agentligining 4-fevral xabar qilishicha, mustaqil xalq sudi bu yil may oyida o'zlarining tunji guvohlik anglash yig'inini ichib, o'nlagan shohidning guvohligini anglashni o'rinlashtirganligini bildirgan. London xalq sudining tashkilotchisi Nick Vash birlashma agentligiga 8 kishilik Zastatilla o'mikining tashkil qilinganligi, tadqiqotchilarning 1500 parcha hujjat va o'xshamagan davlatlardan avatilgan dalillarni ko'rib chiqadiganligini bildirgan. Mustaqil xalq sud kollegiyasiga Angliyadagi atoqli advokat Jeffrey Nice riyosatchilik qiladigan bo'lib, ilgari xalqaro jinoiy ishlar sudining sobiq Sibiriya prezidenti Slobodan Milosevichni sudlash tilosida bosh taftish amaldori bo'lgan. Birlashma agentligining xabar qilishicha, sud Xitoy doiralarining Uyg'urlar qarata sodir qilgan jinoyatlarni, jumladan qiyin qistoq, bosqinchilik, qul qilish, bolalarni ota-onasidan majburiy ayirib etish, majburiy tug'mas qilish jinoyatlarini ko'rib chiqadi ekan. Mazkur xalq sudining qarori hech qanday bir hukumatni cheklash kuchiga ega bo'lmasa-mu, biroq sudni tashkillovchilar suddagi dalil isbot ko'rsatish jarayonining Sharq Turkistondagi dafsanchilikka qarshi bir xalqaro harakatga turtki bo'lishini umid qilganligini bildirgan. Qatar G'azzaning janubidagi Rafah shahrida qurmoqchi bo'lgan doktorxona loyihasining birinchi bosqichining ishga oshirilishi uchun imzolanib, Qatarning G'azzani qayta qurib chiqish komiteti tomonidan e'lon qilingan bayonotida 24 million dollarlik doktorxona qurilishining birinchi bosqichi uchun jami 5 million dollar ketadiganligini bildirgan. Rafahning g'arbiga joylashgan As-Sulton mahallasidagi 50 ming kvadrat metrlik yerga selinadigan bu doktorxona operatsiya, ichki kasalliklar va böbrek kasalliklari qatorliq ko'p xil kasbiy bilimlardan boshqa yana nurg'un bino va aslahalardan tarkib topadi ekan. Doktorxona jami 355 yotoq sig'imjonligiga ega bo'ladi ekan. Qatar Falastinda izchil turda yordam loyihalarini ishga oshirayotgan bo'lib, Qatar Qizil Hilol jamiyati o'tgan yil oktyabrda G'arbiy qirg'oq va Quddusda umumiy qiymati 1 million 350 ming dollarlik 4 insonparvarlik loyihasini ishga oshirgan.
Şəfqət həmşirisi Rizvangül 1925-yili Qazaqstanның Almata Çelek rayonunda doğulğan bulub, dadısının ismi Haşim Axun, apısının ismi Məryəm xan. Dadısı yoğun ticareti bilen şug'ullanatdi. 1932-yili Rizvangül 7 yaş vaqtida oilasidagilar bilan G'ulji shahrining Pushmon mahallasiga kelib o'tiraqlashgan. 1933-yildan 1940-yilgacha G'uljidagi Sharq maktab va Umid maktablarida o'qigan. 1940-yili Urumchi o'rta darajalik Milliy qizlar maktab buxgalterlik kasbi sinfida o'qigan. 1943-yili o'qish bitirib G'uljiga qaytib kelgan va shu yili viloyatlik pochta idorasiga xizmatga o'rlashgan. Rizvangül ma'rifatparvar va taraqqiyparvar oilada cho'ng bo'lgan. O ailəsinin bulubmu o'qituvchi ustozlarining ta'sirida kichigidan tartibla tirishchan, o'tkir fikrlik, kam so'z lekin deganni qildigan, xo'rliq va adolatsizlik chidab turolmaydigan qaysar qiz bo'lib yetishgan. O ayni vaqtdagi o'ktamlar ojizlarni bo'zaq qiladigan, balog'atga yetmagan kichik qizlarni majburiy arga beradigan, ayollarni xo'rlaydigan ahvollarni ko'rganda hech ikkilanmay qarshi turadi. Rizvangül pochta idorasida ishlab yurgan kunlarda 3 viloyat inqilobi boshlandi. İnqilab başlanıp 6. günüla Rizvangül bir qancha do'stlari bilan pidoi bo'lib jangga qatnashdi. O pidoisi bekirgandan keyin bir tarafdan qismning Shafqat hamshirisi bo'lib, qonliq janglarga qatnashsa, yana bir tarafdan harbiy qoida va qurol ishlatishni qattiq qilib o'rgandi. O doim dushman bilan erkinlik uchun jang qilayotgan vatanning o'g'lonlari bo'lsa, biz vatan qizlarimi qo'li qurol ilib oldin hisobga berish kerak desa, hamshiri qizlarga fashizmga qarshi kurash qahramoni rus qizi Zoyadak bo'layli deydi. Rizvangül jang maydonlaridagi jafo mushaqqatni yengib, o'limga pisand qilmay, mo'ldirdagi yig'ayotgan dushman o'qlari orasida qahramonlar yugurib yurib, yarador jangchilarga shafqat yetkazadi. O janglardagi ajoyib jasorati va yarador jangchilarga bo'lgan kuyimchanligi bilan komandir jangchilarning qalbidagi shafqatlik, mehribon hamshiriga aylangan edi. Rizvangül 1945-yili 13 yanvarda Harambog' atrofidagi shiddatli jangda vijildab uchayotgan o'qlar orasida yaralangan 3 jangchining yarasini orqa-orqadan tengib bexatar joyga olib o'tib, arqa qarab xavfli joydagi 4-chi jangchining yeniq ketayotganda dushman atgan ajallik o'q beshiga tegib qahramonlarcha qurbon bo'lgan. O qurbon bo'lganda amdil 19 yoshga kirgan edi. Shunga uning o'limi kishini bakmi ichindirdi. Uning nomi vatan, millat uchun qon to'kkan minglagan o't yurak o'g'il qizlarimiz qatorida tarix betiga mangulik ezildi. Milliy qahramon Rizvangül Baturani ishchilari bilan ayni davrda jang maydonidagi har millat o'g'il qiz jangchilarining o'g'inish ulgisi bo'lib qolmay, hozirgi davrimiz yoshlarining o'g'inish ulgisidir. Ayni vaqtda uning uchun jangga kirmay shu chog'dagi yuqori bilim bilan orqa safda turibmi bu inqilobda o'z rolini joriy qildirish imkoniyati bor edi. Lekin uningdagi milliy g'urur, vatan, ona zamin uchun yosh to'kalaydigan, xo'rliq va adolatsizlik chidamaydigan Baturan ruhi buningga yo'l qo'ymadi. O bir Batur, qahramon, mardona Uyg'ur qizi. O burun, hozir shundaqla kelgusidagi har millat o'g'il qizlarimiz uchun mangulik o'g'inish ulgisi va bayroq bo'g'isi. Xabarlarimizni ko'ringlar, rahmat. Ko'rishguncha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.